The British Museum. Büyük Britanya Müzeyindemiz. Vaxtımız köpmez, vaxtımızdım az. İstimlenməsən görün. Muzeyni to'liq aylanib bilmadik, hamma eksponatlarni to'liq ko'rib bilmadik, lekin vaqtimiz yetganicha va imkoni boricha ko'p narsalarni tomosha ulgurdik. Bu muzeyni aylanish uchun kamida bir kun vaqt ketsa kerak, chunki muzey dum katta ekan. Havo shunday yumshoq, yomg'irli, chiroyli havo edi. Biz ajratilgan mashinalarga minib, aeroportga qarab yo'l oldik. Bir dunyo bagajlar bilan aeroportga yetib keldik. Xo'sh, styuardessalarimiz. Bay bay Londonda. Hozir esa Toshkentning aeroportida sizlar azizga ketib o'tiribman. Canımlı job beraber her yerlerini videoga aldım. Görüp turganlar diyeyim. Bütün London kaftdek namoyon bo'ldi va bizdan attraksion atilgan sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdidan keyin biz Tower Bridge'ga qarab yo'l oldik. Va bu o'sha oldingi istoriyamda aytib o'tgan maxsus zindon. Bu esa o'sha mashhur Tower Bridge ko'piri. Bu o'lilarni bir narsasi yonimda yo'q. Keyin ish qilib ko'pir bo'ylab sayohatimiz boshlandi. Shuni yaxshi ko'rdim. Havoni endi aytmayin, suvni, bu London eski ko'chalari, bu London City va bizga ajratilgan maxsus mashina. Yana yetib keldik. Keyin biz dim ulli торговый sentrga bordik. Dollar maydaladim. Funt sterling вообще qimmat ekan. O'zi umuman London dim qimmat shahar ekan. Shopping etdim. O'zimga kerak bo'lgan narsalar bor. Hammasini oldim. Starbucks'ning kofesini isindan yanına o'tib ketolmadim. Hotelga keldik. Uchka oldim, chemadon oldim, shuni konfetka, sumka, keyin Mr. Bean'ning nasochkilarini oldim. Darakim yo'q edi, darak oldim, tapichka oldim, choy oldim, novat oldim. Hozir esa yotibman, azatib dam olib. Delegatsiyamiz bilan Londonni sayohatga chiqdik. Bugun Londondagi oxirgi kunimiz. Qaramadim, xo'sh. Wow, delegatsiya a'zolarimiz. Londonda borgan eng chiroyli lokatsiyalarimizdan biri. Shuni yaxshi ko'rdim. Bu yerda tabiat qo'ynida hasratib dam oldik. Hayotimdagi eng unutilmas va eng chiroyli kunni yashadim desam adashmagan bo'laman. Londonni odamlarini, dunyosini, xalqini, tabiatini, hammasini dum yaxshi ko'rdim. Keyin yo'l-yo'lakay shopping etib o'tdik va Buyuk Britaniya muzeyi, dunyoda yagona bo'lgan Buyuk Britaniya muzeyina bordik. Keyingi lokatsiyamiz shu edi.